Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Jumaniyozov Xushnud Safoyevich, O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim kafedrasi professoriman. Men sizlarga milliy g'oya, ma'naviyat asoslari fanlarining dolzarb muammolari va zamonaviy yutuqlari moduli bo'yicha ma'ruza mashg'ulotlari, amaliy mashg'ulotlar fanlarini olib boraman. Bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston 2030 taraqqiyot strategiyasida pedagogik kadrlarni tayyorlash, ularning bilimi, malakasi, ko'nikmalarini xalqaro standartlarga moslashtirish masalalariga keng targ'ib qilingan, keng e'tibor berilgan. Bilamizki, bugungi zamonda O'zbekistonning xalqaro maydondagi integratsiyasini ta'minlaydigan, uni ishlab chiqarishda, turli xil sohalarda, jamiyat hayotining qator sohalarida mamlakatimizning xalqaro maydondagi maqomini oshiradigan, tenglar ichida teng bo'lishini ta'minlaydigan sohalar bilamizki, albatta ta'lim sohasi hisoblanadi va ushbu jarayonga pedagog kadrlarni tayyorlash, ularni malakasini oshirish muhim ustuvor vazifalardan hisoblanadi. Shu sababli ushbu farmonda bu masalalarning yechimiga keng qator e'tibor qaratilgan. Ushbu modelning maqsadi pedagog kadrlarning o'quv-tarbiyaviy jarayonlarini yuksak milliy metodik darajada ta'minlash uchun zarur bo'ladigan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni mustazam yangilash, malaka talablari, o'quv reja va dasturlari asosida ularning kasbiy komponentligi va pedagogik mahoratini doimiy rivojlanishini ta'minlashdan iborat bo'ladi. Modulning asosiy vazifalari haqida gap borganda, milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishlari bo'yicha oliy ta'lim muassasalari pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malaka oshirish kursi tinglovchilarida milliy g'oya va ma'naviyat asoslari turkumidagi fanlarning zamonaviy dolzarb muammolari haqidagi tasavvurlarni hosil qilish, pedagog kadrlarning milliy g'oya, ma'naviyat asoslari fanlarini o'qitishning nazariy asoslari bo'yicha kasbiy bilimlari, ko'nikmalarini oshirishga keng e'tibor qaratilishi talab etiladi. Ushbu moduldagi mavzulardan dastlabkisi sifatida milliy g'oya, ma'naviyat asoslari turkumidagi fanlarni o'qitishning nazariy huquqiy asoslari masalalari ko'rib chiqiladi. Bunda modulning g'oyaviy nazariy asoslari, maqsad, vazifalari, milliy g'oya, ma'naviyat negizida shakllanishi, tahlili, ma'naviyatning tarixiy taraqqiyot bosqichlari, jamiyat, millat manfaatlarini aks ettiruvchi qarashlar, milliy g'oyaning tarixiy va falsafiy ildizlari, milliy g'oya va siyosat, milliy g'oya, ma'naviyat va yoshlar tarbiyasi masalalariga keng e'tibor qaratiladi. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-28-yildagi 31-60 sonli ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirish, yangi bosqichga ko'tarish to'g'risidagi qarorida o'z yechimini kutayotgan quyidagi masalalarga keng e'tibor qaratilgan edi. Bundan birinchisi, bugungi kunda dunyodagi globallashuv jarayonlari kuchayib, tinchlik va barqarorlikka qarshi turli xil tahdidlar, xatarlar tobora ko'payib borayotganligiga e'tibor qaratiladi. Bunday murakkab va tahlikali vaziyatda sohada amalga oshirilayotgan ishlarni tanqidiy baholab, uning faoliyatini zamon talablari asosida takomillashtirish bu dastlabki vazifa sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, yerdagi vazifa sifatida dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va g'oyaviy mafkuraviy jarayonlarning mazmun mohiyatini har tomonlama chuqur yoritib borish, terrorizm, ekstremizm, aqidaparastlik, separatizm, odam savdosi, ommaviy madaniyat, narkobiznes va boshqa tahdidlarga qarshi samarali g'oyaviy kurash olib borish masalaga keng qaratilgan. Bilamizki, hozirgi kunda yoshlar shunaqangi bir doimiy axborot makonida, ularni bir o'rab turgan kuchli bir axborot bosimi sharoitida yashaydi. Yaxshi bilamizki, bunday sharoitda bunaqangi ruhdagi, bunaqangi tusdagi axborotlardan xoli bo'lishning bilamizki mutlaqo imkoni yo'q. Bu axborot sohasidagi texnologiyalarning nihoyatda murakkablashishi va globallashuv bilan bog'liq hisoblanadi. Mana bunaqangi sharoitda biz tarbiyalayotgan har bitta yosh o'zining mustaqil fikriga, mustaqil g'oyaviy salohiyatiga
ega bo'lmasligi ularning ma'naviyatiga turli xil tahdid va zararlarni keltirib chiqarishi muqarrar hisoblanadi. Ma'lumki, xalqimiz e'tiqod qiladigan muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimda ham bu Hujurat surasidagi shunaqangi bitta oyat keltiriladi. Har qanday sharoitda ham olinayotgan har qanday axborotni qabul qilish, u bilan ishlashda quyidagi bitta jihatlarga e'tibor qaratish talab etib o'tilgan. Bu jihatlar nimalardan iborat? Avvalo, axborot qanday sharoitda kirib kelgan, u kim tomonidan olib kelingan va u axborotni tahlil qilib o'qilgandan keyin u bizning manfaatlarimizda qay darajada xizmat qiladi yoki qay darajada zarar qilishini keng taklif qilgan holda uni qabul qilish yoki qabul qilmaslik masalasiga keng e'tibor qaratiladi. Bilamizki, biz ham ayni yoshlarimizga ushbu sohaga doir bilimlarni berayotgan paytimizda ko'pincha ularda quyidagi jihatni, quyidagi ko'nikmani tarbiyalashga keng harakat qilamiz. Odatda biz bu jarayonda e'tiborimizni nimaga qaratamiz? Har bitta yosh bugungi axborot globallashuv sharoitida jamiyat hayotining siyosiy, iqtisodiy, madaniy, mafkuraviy, diniy bo'ladimi? Qaysi bitta sohasida bo'lmasin, kirib kelayotgan har qanday axborotni chuqur keng tahlil qilishi, uning mazmun mohiyatini chuqur o'rganishi, u uning manfaatlariga qay darajada xizmat qiladi, u jamiyatdagi barqarorlik, tinchlikni asrashga qay darajada xizmat qiladi yoki aksincha u yoshlarning ma'naviy olomiga putur yetkazadimi, mavjud ijtimoiy siyosiy barqarorlikka putur yetkazadimi? Ushbu tahlillardan kelib chiqqan holda ularni qabul qilish yoki qabul qilmaslik holatini, qabul qilmaslik salohiyatini tarbiyalash ishlariga biz keng e'tibor berib kelganmiz. Navbatdagi xalqimizning tarixiy merosi, urf-odatlari va ta'lim-tarbiya va an'analarni asrab-avaylash, keng aholi qatlamlari, ayniqsa yoshlarimiz o'rtasida dinlararo bag'rikenglikni, millatlararo totuvlik va o'zaro mehr-oqibat muhitini mustahkamlash bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish va joriy etish masalalari ko'rsatib o'tilgan. Yaxshi bilamizki, O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakili yashab kelgan. To'g'ri, ba'zi manbalarda 136 ta deb ham ko'rsatilgan. Endi mayli, men 136 deb gapirdim. Va shu bilan birga O'zbekistonda 16 ta diniy jamoat vakillari yashaydi. Shunday ekan, O'zbekistondagi ushbu 130 dan ortiq millat vakillari 16 ta diniy konfessiyalar yashayotgan jamiyatimizdagi barqarorlikni asrash. Bilamizki, nihoyatda muhim vazifa hisoblanadi. Bu mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan boshlangan jamiyat hayotining turli sohalarida, keng qatlamlarida amalga oshirilayotgan islohotlarning yechimida muhim ijtimoiy mezon bo'lib hisoblanadi. Biz yoshlarimizga, umuman aholimizga bitta narsaga ularning e'tiborini keng qaratishimiz kerakki, bizning davlatchiligimiz tarixida uzoq bir necha ming yillik tariximizda shu narsani guvohi bo'lamizki, bizning hududimizda hech qachon milliy yoki diniy negizdagi to'qnashuvlar yuz bermagan. Demak, mana shunaqangi qadriyatni asrab-avaylash biz uchun nihoyatda muhim vazifa hisoblanadi. Bir mutafakkirlardan bittasi bugungi Xitoy madaniyati haqida bir tahlillar olib borar ekan, shunday bitta gapni gapirgan. Xitoyning bugungi ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy siyosatida Xitoy madaniyatidan, Xitoyning milliy madaniyati qadriyatlari kabi merosidan da muhim rol o'ynagan omil yo'q degan bitta fikrni gapiradi. Shunday ekan, yoshlarimizga xos bo'lgan kattalarga hurmat, sabr deb gapiramiz. Mana tinchlikni qadrlash, adolat, mehnatsevarlik, ushbu qadriyatlarni keng targ'ib qilish, shu asosda tarbiyalashga e'tiborimizni keng qaratishimiz kerak. Mana mamlakatimizda yangi tahrirda qabul qilingan yoshlar to'g'risidagi qonunda ham mana ko'rib turibmiz, yoshlarning vatanparvarlik salohiyatini, mas'uliyatini yuksaltirish, ulardagi fuqarolik tuyg'usini tabriklash, ularda bag'rikenglik salohiyatini tarbiyalash, qonunlarga hurmat, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash masalalariga mana keng e'tibor berilgan. Shuningdek, yoshlarning axloqiy negizlarini buzishga olib keladigan turli xatti-harakatlardan terrorizm balosi, diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo'ravonlik va turli xil buzg'unchi g'oyalardan ularning ma'naviy olamini himoya qilish muhim vazifa sifatida bizda ko'rsatib berilgan.
Albatta bunday jarayonda shu yana bitta shu omil muhim rol o'ynaydiki, yoshlarimizga zamonaviy sifatli ta'lim berish vazifasi albatta muhim vazifa sifatida qaralmog'i lozim. Va yuqorida mana aytib o'tilgan qarorlarga yana qo'shimcha aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistonda Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror. Shuningdek, mana O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi huzuridagi O'zbekistonning eng yangi tarixi bo'yicha jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi qarorlar ham yoshlarni vatanimizning haqqoniy tarixi bilan keng, chuqur tanishtirish, mutafakkirlarimizning jahon ilm fani rivojiga qo'shgan hissalari. Bu jarayonda Abu Nasr Forobiy, Beruniy, Ibn Sino kabi mutafakkirlarimizning ilmiy merosini, shuningdek islom dini madaniyatiga katta hissa qo'shgan Mahmud az-Zamakhshariy, Maturidiy, Imom al-Buxoriy singari mutafakkirlarimizning merosini keng targ'ib qilish, keng tahlil qilish, shuningdek yoshlarni ushbu merosga hurmat ruhida tarbiyalash vazifalariga keng e'tibor qaratib kelingan. Shuningdek, ushbu mavzu jarayonida milliy g'oyaning tarixiy va falsafiy ildizlari masalasiga ham keng e'tibor qaratishimiz lozim. Negaki xalqimizni tarixga hurmat ruhida tarbiyalash, ularni milliy madaniy meros namunalari, durdonalar bilan keng tanishtirish, boyitish, albatta ularda o'z-o'zligini anglash, milliy o'zligini anglash qobiliyatlarini, imkoniyatlarini, salohiyatlarini yanada keng rivojga olib keladi. Bizning yoshlarimiz har bittasi milliy o'zligini anglash deganda har bir insonning tarixiy xotirasini tiklash, ularning milliy davlatchilik an'analari bilan tanishtirish, o'zining millati yashab kelgan hududning tarixiy xususiyatlarini keng targ'ib qilish, ulardagi uzoq yillar davomida shakllangan iqtisodiy an'analari bilan xalqaro jahon bozori, turli xil bozorlardagi o'zining ularni mashhur qilgan kasb, turli xil mahsulotlari bilan, shuningdek ularning til an'analari, milliy madaniyati, o'ziga xos tafakkur tarzini chuqur bilishi talab etiladi. Shunday ekan, o'ziga anglashning o'ziga yarasha mezonlari bo'lib, mana ularda quyidagilarni sanab o'tish mumkin. O'zi tug'ilib o'sgan zaminning, yurtning, vatanning yagonaligini anglashi, o'z ona tilini chuqur bilishi, uni hurmat qilishi, milliy madaniyati, ma'naviy merosini har tomonlama o'zlashtirishi va saqlashi, o'zi tarixini muntazam ravishda o'rganib borishi, o'zining mamlakatining jahon sivilizatsiyasining bugungi darajasidagi tutgan mavqeini chuqur bilishi va uni yanada ko'tarishga harakat qilishdagi qattiq harakatlari bilan namoyon bo'lib keladi. Shunday ekan, mana biz ko'rib turibmizki, ushbu jihatlar yoshlarning ma'naviy tarbiyasida o'zining muhim ahamiyatini ko'rsatib keladi. Endi xalqimizning milliy g'oya ma'naviyatining rivojlanishi bosqichida O'zbekiston xalqining milliy madaniy merosini chuqur o'rganishda tadqiqotchilarimiz tomonidan quyidagi davrlarga keng e'tibor qaratib kelingan. Bu ibtidoiy jamoat davri ko'pgina manbalarda demak shu tartibda nima qilinadi. Qadimgi dunyo davri odatda bu islomgacha bo'lgan davr sifatida tahlil qilinadi. Undan keyin o'rtachilar va yangi davr sifatida e'tirof etiladi. Yaxshi bilamizki, bizning hududda odatda ushbu g'oyaviy birlik masalasi haqida gap borganda ko'pincha zardo'shchilik masalasiga keng e'tibor beriladi. Buning ko'pgina jihatlari bilan yaxshi tanish bo'lganingiz uchun men bittagina xususiyatiga e'tibor qaratib ketaman. Buning vujudga kelishi va ahamiyati shundan iborat bo'ldiki, shu paytgacha ko'p xudolikka e'tiqod qilib kelgan xalqlar yagona bir tangri asosida, yagona bir iloh asosida tashqi dushmanga qarshi birlashda g'oyaviy bir salohiyatga, g'oyaviy bir yo'lga ega bo'lishiga e'tiborni qaratish kerak. Ikkinchi navbatdagi davr odatda bu islom dinining vujudga kirib kelishi
bu hududdagi keyingi davrdagi davlatchilik rivoji birinchi navbatda 9-chi, 10-chi, 11-chi, 12-chi asrlardagi ilm, fan va diniy sohadagi yuksak rivojlanish davri bilan belgilanadi va undan keyingi davrda bizda Temuriylar va yangi davr tariqasida keng tahlil qilishga keng e'tibor qaratilgan. Demak, ushbu davrning har bittasida ilm, fanning, madaniyatning yuksalib borishida shu davrdagi olib borilgan siyosat, madaniy muhit, tarixiy muhit, shart-sharoit masalalarga keng e'tibor qaratib kelingan.